Toshlari rostdan ham aka aytganingizga brilliant ekan, tekshirdim ikkalasini ham. Hop, toshlari ham bir xil ekan, tillasini probasi ham bir xil. Menimcha faqat grammada rangisi bor. Uzugizi bitta sal yengilroq, bittasi og'irroq. Qarang, bu 312 chiqyapti. Mana shu sal og'irroq o'xshayapti. Hop, bu 421 ekan. Endi qarang, tillasini probasi ham bir xil bo'lganiga, toshlari ham bir xil bo'lganiga, tarozga bitta qilib qo'yib yuboramiz edi, aka. Maydalashga o'tirmaymiz, o'pshi chiroyli narx qilib beraman. 732 botdi. Hop, qarang, $140 qilib berganimda 1 grammini toshlari bilan birga, tillasi bilan birga $1024 botdi ekan. Sizga tekis qilib, aka, 1050 qilib beraman. Shoshilyapman do'stlar. Hop, so'mda 1050 ni ko'paytiramiz 12 mingdan. 12 million 600 bo'ladi, aka. 12 million 600 so'mda beraman. Ikkala uzugingizga agar rozi bo'lsangiz. 13 million qilib bera olasizmi? Yo'q, 13 million qilib bera olmayman, aka. 12 million 600. Beravering, men uydagilar tillanib shu vaqt tezroq sotib ketishganga keldi. Futbolga ketdim, aka. Futbolga qattiq ko'rasiz endi futbolni, aka? Bunyodkorda, aka. G'atam uchun ertalabdan borib balet qilib yo'q, gap yo'q. Hop, bunda qarang, mana bitta 10 million, men sizga 2 million 600 berishim kerak. Brilliantni ham, tillani ham narx tushganda kelib sotdingiz-da. Uydagilar vaqtliroq berib olishmabdi-da. Yo'q, yana tushib qolishi mumkin, sotib kela qol deyishdi-da. Mana aka, kelishilganda 2 million 600. Pulni uydagilarga olib bering, yana aka, futbolda yo'qotib qo'ymang. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling aka, charchamang. Yana ham shunaqa tillali yoki brilliantlar bo'ladigan bo'lsa, qimmatroq narxlarda sotmoqchi bo'lsanglar, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.